B tovushi va B harflari. Afsonaviy harflar mamlakatiga sayohatimiz davom etadi. Bolajonim, siz tayyormisiz? Daryoni ko'ryapsizmi? Bu Bilol. U bilimli bola. Bilol daryodan baliq tutyapti. Baliq so'zi qaysi tovush bilan boshlanadi? Bali, B tovushi bilan. B undosh tovush. Lablaringizni bir-biriga biriktiring. Havo chiqishi bilan birdaniga ochib, tovush hosil qiling. B. Birgalikda aytamiz. B. B tovushini hosil qilishda lablarimiz ishtirok etdi. Demak, hosil bo'lish o'rniga ko'ra lab undoshi, hosil bo'lish usuliga ko'ra portlovchi undosh, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra jarangli. Baliq suvda suzadi. Go'shti maza bo'ladi. Bodring, banan so'zlari B harfidan boshlanadi. Mana bu bosh B va kichik B harflari. So'zlarni o'qing va bo'g'inga ajrating. Bobo, bola, kitob. Qaysi so'zda yopiq bo'g'in ishtirok etdi? Barakalla, bu kitob so'zining ikkinchi bo'g'ini edi. Maqolni o'qing. Ona bilan bola, gul bilan lola. Sayohatimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang.